Jinoyatchi zolim Bashar Asad fathdan ozgina avval o'sha mintaqaning qonuniy prezidenti bo'lishiga oz qolgan edi. Biroq Alloh taolo birodarlarimizga yordam berdi va ularning qo'li bilan shaharlarni fath qildi. Ular Suriyani fath qilishga otlanishar ekan, yakka holdagi tashabbuskor edilar. Hamma chetlangan holat edi. Keyinchalik qo'llab-quvvatlash boshlanib ketdi. Agar yillar mobaynida Idlibda mavjud bo'lgan erkinlik bo'lmaganida va Idlibdagi birodarlarimiz asirlarni ozod qilish hamda ummatni ozod qilish uchun tayyorgarlik ko'rishmaganida, bu fath ro'y bermagan bo'lar edi. Suriyada bo'lgan bu hodisa Allohning fazlidir. Allohga hamdlar bo'lsin, bu fath juda buyuk bo'ldi. Bu yaxshi, biroq dunyodagi boshqa musulmonlarni, asirlarni kim ozod qiladi? Ularni ahli oilasiga kim yordam beradi? Azizlar, bilasizlarmi, ba'zi diyorlarda biron shaxs G'azzo masalasida yoki boshqa bir haq ish bo'yicha qamoqqa olinsa, insonlar qo'rqqanlardan o'sha mahbusning ahli oilasi bilan aloqani uzishadi.